Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana writing darslarimizdan davom qilamiz. Bugun writingni ikkinchi darsimiz, ya'ni task 2 haqida bugun yaxshilab gaplashib chiqamiz birga. Men yana Qadam va Nozima bilan bugungi task darsimizni o'tamiz. Xo'p, bugun darsda biz task 2 haqida generally gaplashib chiqamiz, ya'ni task 2 nima, ya'ni uni qanaqa yozish kerak va qanaqa approach qilish kerak va qanaqa qilib balandroq ball olish haqida ham ko'rib chiqamiz. Task 1ga o'xshamaydi. Task 2da siz o'zingizni world viewingizni, ya'ni fikrlashingizni, ya'ni ideyalaringizni qanaqa qilib birovga yetkazib bera olishingiz ko'rinadi. Ya'ni bu task 1dagi ya'ni datani, bor narsani tasvirlab bermaysiz. Task 2da o'zingizni fikringiz, ya'ni o'zingiz nima o'ylashingiz, masalan, siz o'sha masalaga qo'shilasizmi yoki ba'zi bir example bera olasizmi, qanaqa qilib odamlarga, masalan, examinerga siz o'zingizni viewingizni yetkazib bera olishingiz haqida ko'pincha mana shu haqida test qilinadi shu haqida. Task 2ga общий bo'lib 40 minut beriladi, ya'ni siz kamida 250 ta so'z yozishingiz kerak va bugun common stereotiplar haqida ko'rib chiqamiz, ya'ni ba'zi nima deydi, aytaylik, o'quvchilar qanaqa o'ylaydi, lekin bu xato bo'lib chiqadi. Shularni hammasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib task 2 haqida masalan ko'plar so'rashadi. O'zingizni strukturangiz bormi? Har bir question tabga masalan unaqa boshlaysizmi, bunaqa qilasizmi, har doim bitta qolipga solib yozasizmi deb so'rashardi. Lekin men task 2ga o'ylayman, qolip kerak emas. Chunki masalan ko'p o'quvchilar so'rashi mumkin, bu qanaqa question type, masalan bu agree disagree, bu discussion, bu masalan solution bilan cause and solution so'rayapti deb juda ham o'zini limit qilib qo'yishadi. Lekin men task 2ga o'zim nima maslahat bergan bo'lardim? Task 2ni o'zini tushuntirib berishga harakat qilish kerak, strukturaga masalan limit bo'lib qolmasdan. Chunki struktura har doim ham har bir mavzuga tushmasligi mumkin. Ba'zi mavzular bor, masalan, u strukturaga qo'ya olmasligingiz mumkin. Ba'zi mavzular bor, to'g'ri, u tushishi mumkin. Shuning uchun struktura degan narsani birinchi navbatda olib tashlaymiz. Shuning uchun, hop, birinchi mani pointim understand what the question is really asking. Hop, question birinchi navbatda sizdan nimani so'rayapti. Masalan, deylik, sizga mavzu berildi. Mavzuda nima so'ralyapti sizdan? Masalan, so'rash mumkin, o'quvchilar orasida bunaqa bo'lyapti deyish mumkin, yoki kichkina bolalar haqida so'rash mumkin, yoki ota-onalar haqida so'rash mumkin, yoki global muammolar haqida so'rash mumkin. Birinchi navbatda uni yaxshilab o'qib, tushunib olish kerak. Hop, bu mavzu mendan nimani gapirishimni xohlayapti. Hop, aytaylik global isish deylik. Global isish deganda birinchi bo'lib o'zimizga tushunib olishimiz kerak. Ya'ni biz nima haqida gapirishimizni. Keyin savolga qarasangiz bo'ladi. Masalan, mendan yechim so'rayaptimi, mendan nima faktorlarni so'rayaptimi, nega bunaqa bo'lishini, yoki bunga masalan aytaylik, odamlar hozir hayvonlarni va tabiatni qutqara olmaydi degan mavzu tushdi deylik va sizdan savol so'rayapti, do you agree or disagree, ya'ni bu fikrga qo'shilasanmi, qo'shilmaysanmi? Keyin mana shu joyda o'zingiz o'ylashingiz kerak, ya'ni har safar ya'ni bitta strukturaga qo'yib olmasdan, ya'ni bu bodida bu haqida gapirishim kerak, bu bodida bu haqida gapirmasdan ideyani birinchi bo'lib generate qilib olish kerak. Ya'ni o'zingiz ideya yig'ib olishingiz kerak. Rostdan ham shunaqa gapirsam bo'ladimi? Rostdan ham mana shuni shunaqa qilib tushuntirib bersam, examiner tushunadimi meni gapimni? Rostdan ham men berayotgan ideyam tushunarlimi, ya'ni make sense qiladimi rostdan ham shuni aytsam deb birinchi bo'lib brainstorm qilib olish kerak. Ya'ni mavzuni yana bir marta analiz qilib olish kerak. Men analizga juda ham ko'p urg'u beryapman, chunki analiz bilan ya'ni plan qilib olish juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni bilmasdan tapir-tupur qilib boshlab ketmasdan, buni rostdan ham tushunib olib, nima yozishingizni, qayerda yozishingizni tushunib olishingiz sizni bir 50% masalan essayingizni, masalan skoringizni hal qilib qo'ya oladi. Keyin mavzuni tushunib oldingiz, hop. Undan keyin o'zingizni positioningizni, ya'ni siz masalan o'sha
viewga qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi yoki bu yaxshi narsa deb o'ylaysizmi yoki yomon narsa deb o'ylaysizmi, clearly mana shu narsani qisqacha aytib o'tishingiz kerak. Undan keyin уже ideyalarni develop qilishga o'tasiz, undan keyin example berishga o'tasiz. Buni hammasini yaxshilab ko'rib chiqamiz hozir. Introductiondan boshlaylik. Introductiondan boshlaymiz. Xo'p. Introductionda ko'plar nimaga qiynaladi? Introductionda parafraza qilishdan boshlashga qiynalishadi. Ya'ni mavzuni ko'ryapman, mavzuda qiynalyapman uni parafraza qilishga, chunki xuddi shu narsani ko'chirib qo'yapman yoki umuman parafraza qila olmayapman deyshadi. Xo'p, introductionda parafraza qilish xuddi task 1dagi introduction katta rol o'ynamaydi, to'g'ri? Chiroyli, to'g'ri, masalan, xatosiz berish kerak, lekin ko'p vaqt sarflamaslik kerak, to'g'rimi? Buning uchun meni o'zimga kichkina trikcham bor deylik, qanaqa qilib effektivni parafraza qilish kerak. Ya'ni mavzu tushdi deylik, mavzu berildi. Uni bir marta o'qiysiz. Bir marta o'qigandan keyin generally nima haqida gapirayotganini tushunib olasiz. U mavzuni tushunganingizdan keyin o'zingiz uchun ya'ni tushunib olganingizdan keyin u mavzuga qaytadan qaramasdan turib, ya'ni o'zingiz tushunganingizni, ya'ni o'zingiz lug'atlaringiz bilan deylik, o'zingiz qanaqa tushungan bo'lsangiz, boshqatdan shuni aytaylik boshqa odamga tushuntirib bermoqchisiz. Topic, mavzu nimaligi haqida. Masalan, boshqacha o'zingiz tushuntirsangiz boshqacha grammatika struktura ishlatasiz, o'zingiz tushuntirsangiz aytaylik sal gaplarni o'zgartirasiz, ya'ni sal oddiyroq so'zlar bilan o'zgartirsangiz ham bu parafraza hisoblanadi o'sha. Shunaqa qilib bir marta o'qib, tushunib, qaytadan qaramasdan o'zingiz uni boshqatdan tushuntirishga harakat qilib ko'ring. Men o'zim har doim shunaqa qilaman. Shunaqa qilib, ya'ni har doim qaraverib bitta narsani ko'chirib qo'ymaslikka, o'zim uchun effektivni hisoblanadi bu narsa. Keyin introductionning ikkinchi gapi, siz o'zingizni agar positioningiz bo'lishi kerak. Masalan, boyagidek agreemisiz, disagreemisiz yoki qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi yoki advantages ko'pmi yoki disadvantages ko'pmi? Shuni kichkina qilib, ya'ni briefly aytib o'tish kerak. Ya'ni buni tushirib qoldirish juda ham katta xato bo'ladi. Masalan, o'zim ko'p writing tekshirganman. Ba'zilar o'quvchilar masalan parafraza qilishadi, lekin o'zini viewpointini tushirib qoldirishadi. Shuning uchun bu ham juda ham katta e'tibor ajratasizlar, ya'ni o'zingizni viewpointingiz juda ham katta rol o'ynaydi. Nega desangiz, chunki task 2 ko'pincha siz, ya'ni qanaqa o'ylashingiz, siz qanaqa fikrlashingizga qiziqadi. Shuning uchun o'zingizni opinioningizni hech qachon tushirib qoldirmang. Xo'p, bodyga bo'lish deganda boyagidek, ya'ni generally ideyaga qarab bo'linadi, ya'ni strukturaga qarab, masalan, agree disagree bunaqa yoziladi, voy siz discussion strukturasiga qo'yib yozibsiz, voy bunaqa yoki bunaqa demasdan, ya'ni ideyaga qarab yoziladi. Aytganimdek, aytaylik, sizda bitta ideya bor, agree disagree'ga. Ikkita taraf ham, masalan, ko'pincha agree disagree'da bitta tarafni tanlash ba'zida qiyin bo'ladi, chunki ideya yetmay qoladi, to'g'rimi? Siz ko'pincha aytasiz, yo'q, men birinchi bo'lib buni aytishim kerak, keyin buni aytishim kerak, chunki bu struktura. To'g'ri, bu strukturaga ham amal qilish kerak ba'zida, lekin o'zingizni limit qilib qo'ymang. Masalan, ideyaga ko'pincha bog'liq. Xo'p, keyin bodyga o'tganda example'larni, masalan, ideyangizni yaxshilab develop qilishingiz kerak. Bu task response'ga juda ham katta balo beradi. Ya'ni ideyani masalan 7lik task response bilan 9lik task response'ni solishtiradigan bo'lsak, eng muhimi 7lik kandidat ideyani beradi examinerga, bitta gapda tushuntiradi va ikkinchi ideyaga o'tib ketadi. 9lik kandidat aytaylik, masalan, task response bo'yicha nima qiladi? Ideyani beradi. Ideyani bergandan keyin uni tushuntiradi, uni explain qilgandan keyin uni support qiladi. Ya'ni shunaqa tushuntiradiki, u ideyasi har taraflama qoplangan bo'ladi, har taraflama tushunarli bo'ladi. Masalan, buni qanaqa qilib oshirsa bo'ladi? Ya'ni example, masalan, develop qilish task response qanaqa oshirsa bo'ladi? Tasavvur qiling, siz mana shu bitta ideyangizni 5 yoshli bolaga tushuntiryapman deb o'ylang. Tasavvur qiling, masalan, 5 yoshli bola unaqa ko'p narsani bilmaydi. Masalan, ideyangizni ham bitta aytganingizdek unaqa hamma joyini ham tushunib ketavermaydi, to'g'rimi?
unga hammasini detalni tushuntirib chiqish kerak. Masalan, masalan misol berishingiz mumkin yokida yaxshilab real lifega taqab, masalan boshqacha situatsiyalarga o'xshatib tushuntirish kerak. Ya'ni 5 yoshli bolaga qanaqa tushuntirsangiz, task-to'da ham examinerga shunaqa tushuntirib bersangiz, ideyasi bu уже rostdan ham mana 9lik task response bo'ladi. Keyin task response'da example'ni rolini aytib o'tadigan bo'lsam, bu example rostdan ham siz essangizni kuchli qilib beradi. Masalan, aytaylik, bitta ideya berdingiz, bitta ideyani 10 ta gapda in detail tushuntirgandan, bitta ideyani masalan 2-3 ta gapda tushuntirib, bitta example berish kuchliroq hisoblanadi. Ya'ni bitta ideyani 10 ta gapda technical tushuntirmasdan, bitta example berish kuchliroq hisoblanadi. Aytganimdek. Xo'p, keyin example berishga kelganda juda ham ko'plar qiynaladi. Ya'ni example har doim ham statistikalar bo'lmaydi-ku, masalan, yoki har doim ham bilmayman-ku haqida, rostdan shunaqami, shunaqa emasmi deyishadi. Lekin task-to'da statistikaga yopishib qolmaslik kerak, chunki statistika bu juda ham xavfli narsa. Chunki examiner qaraydi, qanaqa qilib bu exact proportionlarni, exact yoki sonlarni, aniq sonlarni bilyapti deydi. Yoki aytadi, bu kandidat rostdan bu masalan xuddi shu esseni avval yozgan, yodlab olgan shu javobni deydi, yokida prosta bir unrealistic narsa beryapti menga deb o'ylaydi. Shuning uchun statistikani generally avoid qilamiz. Qanaqa example berish mumkin? Examplega kelganda o'zingiz to'qishingiz mumkin. To'qish deganda endi odam ishonmaydigan, examiner ishonmaydigan gaplar emas, examplelar emas. To'g'ri, bu narsa to'g'ri bo'lmasligi mumkin, lekin haqiqatga yaqin eshitilsa ham o'sha example hisoblanadi. Masalan, aytaylik, shunaqa davlatlarda shunaqa ishlar olib boriladi deb generally aytib o'tish mumkin. Qanaqa qilib bu narsani oshirish mumkin? Ko'proq ChatGPTni ishlatib, ko'proq artikl o'qish kerak. Masalan, example yig'ishga vaqt kerak, ya'ni birinchi darrov example yasab keta olmaysiz, даже yasashga ham ozgina skill kerak, vaqt kerak. Men o'zim nima qilardim? ChatGPTga yozardim. Mavzu tushdi, mavzuni qara. Tashardimda, mashinga menga example topib ber derdim. Masalan, qanaqa example qilsam bo'ladi yoki artikl o'qirdim, yaxshi artikllardan, ya'ni aytaylik examplelari bo'ladi. Ularning ichida shularni eslab qolishga harakat qilardim. Endi yodlamasdan, prosta mana shu davlatlarda shunaqa narsalar bo'ladi. Bu davlatlarda unaqa emas ekan deylik, masalan. Shunaqa qilib ChatGPT bilan ko'proq ishlab, ya'ni exampleni ko'proq o'qish bilan mana shu example berish ham kuchayib ketadi. Ya'ni bunga train qilursangiz, ya'ni bitta narsani qayta qilursangiz, u ham yaxshilanib ketadi. Common mistakes haqida ham aytib o'tmoqchiman. Ya'ni common mistake ko'plar o'qiydigan miflar deylik, ko'plar biladigan miflar aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, boya aytganimdek, siz har doim bitta strukturaga follow qilishingiz kerak, baland ball olish uchun. Lekin aytganimdek, menda ham o'zimda ham struktura yo'q. Har bir mavzuga, har xil ideyaga qarab o'zim ideyamni ko'rsatib beraman. Ya'ni struktura voy bunaqa edi, voy discussion bunaqa edi deb yoki agree disagree bunaqa edi demayman. To'g'ri, masalan, advantages, disadvantages tushsa men o'zim opinionimni berib keta olmayman. Men rostdan ham buni foydalari haqida gapirishim kerak, bitta mavzu haqida ularni va yomon taraflarini gapirishim kerak. Lekin men o'zim bunaqa limit qilib qo'ymayman. Shunga ham katta e'tibor beringlar. Ikkinchi common myth bu men uzun gaplar ishlatsam, ya'ni grammatikamni ko'rsatish uchun katta gaplar ishlatsam yoki let's say C2 gaplar ishlatsam, menga baland ball olishim shans kattaroq deydigan o'quvchilar. Masalan, ular juda ham ko'plarni ko'raman, grammatikadan juda ham katta gap tuzib qo'yishadi, kompleks, nima deydi, grammatikamni ko'rsatmoqchiman deyishadi. Lekin shu yerda kalla qo'yib qo'yib, xato struktura yoki gapini unclear qilib qo'yish mumkin yoki uzun gaplarda kontrol yo'qolib qoladi. Masalan, o'qiyotgan odam ham esidan chiqib qolishi mumkin nima o'qiyotgani haqida. Bu confusing bo'lib qoladi. Shuning uchun uzun gap tuzish yoki har doim ham C2 vocabulary ishlatish sizga 9 olib bermaydi. To'g'ri, vocabga
yaxshi idiomatik yoki collocationlarni ishlatish kerak, yaxshi vocablarni ishlatish kerak, topic specific ishlatish kerak. Lekin language bilan grammarni squeeze qilmaslik kerak. Squeeze deganda zo'rlab uni ishlatish kerak emas. Ya'ni naturally chiqishi kerak. Chunki examiner qaraydi, ha deydi, bu o'zini ko'rsatmoqchi, o'zini grammatikasini prosta ko'rsatmoqchi, shu gap ishlatmoqchi. Lekin bu gap uncha yemagan bo'pti deydi. Shuning uchun o'sha payt shunaqa examiner o'ylab qolsa, o'sha 9 aniq qo'ymaydi. Shuning uchun nima qilish kerak? Iloji boricha o'zingiz qanaqa explain qilish jarayonida sekin grammatika strukturalar ham chiqib ketaveradi, sekin gaplarni ham o'zingiz ishlatib ketaverasiz. Hammasi naturally chiqishi kerak. Masalan, voy man if conditional ishlatmadim, voy man when ishlatmadim-ku essayimda, mashina ishlatishim kerak demasdan, o'zi shunaqa momentlar bo'ladi. Tushuntirayotganingizda mana shu when yoki if conditionalni ishlatmasdan boshqa iloji bo'lmay qoladi. Shunaqa paytda o'zingiz naturally ishlatib ketasiz. O'sha paytda juda ham zo'r chiqadi. Zo'r chiqadi o'shanda. Xo'p, 3-chi, ya'ni common mistake bu ko'plar o'ylaydi, что task responsedan baland ball olish uchun men 500+ ta gap yozishim kerak. 500 tadan, ya'ni ko'p so'z yozishim kerak. Essayim shunaqa katta bo'lishi kerak. Ya'ni qanchalik katta bo'lsa, shunchalik ko'p tushuntirib bergan bo'laman deyshadi. Lekin bu narsa xato, chunki har doim ham so'z task response'ni baland bahosiga qaramaydi. Ya'ni masalan, siz katta essay yozib hech narsani tushuntirmasligingiz ham mumkin. Kichkinaroq essay yozib ko'p narsani clear qilib tushuntirishingiz ham mumkin. Shu tarafiga ham juda ham bog'liq. Ya'ni ba'zi o'quvchilar bo'lishi mumkin, men juda ham yaxshilab tushuntirishim kerak buni deb ham example berishadi, ham ideyasini 10 marta tushuntirishadi va juda ham katta essay bo'ladi. Lekin bu o'zlariga zarar, chunki vaqt atigi 40 minut. 40 minut deganda ham 40 minut ichida ham yozib, ham uni edit qilish kerak. 40 minutda ham idea generation hammasiga vaqt yetmaydi. Shuning uchun ideally aytaylik, yaxshi word count 350 ta atrofida bo'lishi kerak. Ya'ni good essayniki 350 ta atrofida bo'lishi kerak. 300 ta, 350 ta. Shunda o'sha ya'ni keraksiz narsadan ya'ni keraksiz narsalarni olib tashlab, faqat topik haqida, mavzu haqida gapirasiz. Yana 500 tadan ko'p yozishni boshqa yomon tarafi bu, siz off topic chiqib ketishingiz mumkin. Masalan, ko'p o'quvchilar men tushuntiraman deb ideya beradi. Ideya bergandan keyin uni tushuntiraman deb umuman mavzuga aloqador bo'lmagan narsani tushuntirib ketishadi. Va oxirida nima bo'ladi? Oxirida ular vaqtini sarflaydi shunga, kerak emas bo'lgan narsa uchun va o'zini edit qila olmay, ya'ni qolib ketadi. Ya'ni vaqti yetmay qoladi task onga deylik. Bunda keyin birinchidan task response tushib ketadi, chunki kerak emas narsalarni yozib tashlaganingiz uchun. Ikkinchidan grammatika yoki coherence bilan cohesion tushib ketishi mumkin, chunki siz uni proofread qilib yaxshilab o'qib olmagansiz. Chunki vaqtingiz kerak emas narsani yozishga o'tib ketdi. Shuning uchun mavzuda turib, ya'ni kerak emas, ya'ni ko'p yozishim kerak demasdan, kichkinaroq bo'lsa ham, ya'ni clear, tushunarli bo'lgan narsa yozishim kerak degan maqsad bilan har doim boshlashingiz kerak. Keyin oxirgi yana bitta common mistake, bu menimcha ko'plar o'ylaydi 9 olishim uchun, masalan, task 2da deylik, men AI yoki ChatGPT ga o'xshab yozishim kerak deyshadi. Aslida unaqa emas, ya'ni zo'r essay yozish uchun ChatGPT bo'lishi shart emas, qanaqadir ingliz ham bo'lishi shart emas. Ya'ni buning uchun eng muhim narsa, boyagidek aytganimdek, ideyangizni yaxshilab tushuntirib berishingiz kerak, xato qilmaslik kerak grammatikada iloji boricha, keyin lug'atingizni ham topic specific gaplarni ishlatib berish kerak. Ya'ni juda ham kompleks gaplar emas, sal soddaroq yoki gaplar bilan ham tushuntirsa bo'ladi. Xo'p, endi har bir kriteriya haqida ko'rib chiqmoqchiman. Xo'p, birinchisida task response haqida gaplashdik, ya'ni qanaqa qilib bundan balandroq olish mumkin. Coherence bilan cohesionda bu faqat body emas, ya'ni gaplaringiz qanchalik clearligini ham sinashadi. U examiner tushunyaptimi gapingizni yoki yo'qmi? Masalan, aytaylik, sizni essayingizni examiner o'qib ketyapti va bitta gapni tushunmayapti, ya'ni
aytaylik siz u yerda grammatikani ko'rsatmoqchisiz va juda ham katta gap yozib qo'ydingiz va oxirida ekzamner tushunmayapti nima demoqchiligingizni va ideyani yo'qotib qo'ydi deylik. Keyin ekzamner nima qiladi? Ekzamner o'qiydi, qaytadan o'qiydi yoki men yo'qotib qo'ydimmi, nimalardir mendan yutuq bo'ldim deb o'qiydi. Qayta o'qiydi, lekin oxirida tushunadiki, bu o'zini o'qishidan emas, ya'ni grammatika juda ham xato ishlatilganidan deylik yoki juda ham kompleks bo'lib ketganidan deb tushunadi-da, oxirida bu tushunarsiz bo'lib qolgan deydi-da. Coherence bilan cohesion'ni tushirib qo'yishi mumkin. Ya'ni ekzamnerga nima kerak? Bitta essay olgan bo'lsa, shuni essayni to'xtamasdan tushunib, naturally, ya'ni bitta ham savol bermasdan o'qib ketaverish kerak. Ya'ni smoothly o'qib ketsa, masalan, to'xtamasdan, pause qilmasdan o'qib ketsa, bu sizning essayingiz, ya'ni good job degani. Xo'p, undan tashqari coherence bilan cohesionga linking wordlar ham katta rol o'ynaydi. Masalan, juda ham ko'p linking word ishlatib qo'yish mumkin. Masalan, har bir gapida additionally, as a result, in addition, masalan, furthermore deb har bir gapida linking word ishlatish ham juda ham katta xato, chunki siz examiner o'ylaydi, mana shunaqa har gapni linking word bilan boshlasangiz, siz ideyalaringizni o'zingiz ulolmayapsiz, shuning uchun mana shu linking worddan foydalanyapsiz deb o'ylanadi. Shuning uchun linking wordni ko'p ishlatish kerak emas. Iloji boricha, masalan, boshida yoki o'rtasida bitta ikkita ishlatish mumkin. Atak har bir gapingizda linking word ishlatmang. Chunki bu o'sha examiner o'ylaydi, ha, bu o'sha ideyalarini, gaplarini biriga ulolmayapti, shuning uchun mana shu linking worddan ishlatyapti deydi. Undan tashqari linking word bu examiner masalan o'qiyotgan bo'lsa, odamni pause qiladi. Baribir endi o'qiyotganda ham masalan in addition deb to'xtab olib, keyin gapni davom ettiradi, to'g'rimi? Mana shu to'xtab olish ham endi katta muammo emas, lekin mana shu har bir gapda shunaqa pause bo'ladigan bo'lsa, odamni juda ham distract qilib, to'xtatib qo'yadi o'qishdan. Shuning uchun linking word iloji boricha kamroq ishlatish kerak. Keyin grammatika haqida masalan ko'plarni aytib o'tdim. Masalan, juda ham katta gap aytib qo'yish kerak emas yoki o'zingizni force qilib mana shu grammatikani ishlatishim kerak deyishingiz kerak emas, chunki bu o'sha examiner biladi, sezadi, ular ham juda ham ko'p essay tekshirishadi, juda ham ko'p o'sha ancha ular farqla olishadi. Masalan, qaysi bu yerda hozir majburlab ishlatilgan o'sha grammatika struktura, qaysi o'sha yerda kerak bo'lgan rostdan ham. Shuning uchun o'zinglarni majburlamanglar, o'sha explain qilayotgan jarayoninglarni o'zida aytganimdek o'zi naturally chiqib ketadi. Xo'p, keyin oxirgisi lexical resource. Lexical resource'da bu yana vocab, lug'at boylik. Aytganimdek har doim C2 vocab ishlatishingiz kerak emas, balandroq ball olishingiz uchun. Yana nima kerak? Spelling xato qilmang. Spelling xato qilsangiz o'sha bitta xato ham o'sha 9 dan 8 ga tushiradi lexical resource'ni. Spelling xato qilmang. Ikkinchisi parafraza qiling. Uchinchisi topic specific gaplar ishlating. Ya'ni juda ham common bo'lmagan, lekin topic specific, yana accurate bo'lgan gaplarni ishlatsangiz, o'sha examiner sizdan shuni ko'proq kutadi. Shunisi aynan vocab partiga aynan juda ham foydali bo'ladigan narsa. Testuga ham o'zimni yozgan, mana oxirgi ekzaminimda yozganimni tayyorlab qo'ydim. Shuni birga analiz qilib, o'qib chiqamiz birga. Mani mavzuyim shunaqa edi, ya'ni bu sal uncommon roq deylik. Bu agree disagree yoki discussion emas. Buni savoli, ya'ni important elements haqida so'raganda mendan mavzu o'zi people have historically attempted to achieve a perfect society. However, it's difficult to decide what a perfect society would look like. Ya'ni mavzu aytyapti bizdan ideal hayotga ko'plar erishishni xohlagan. Lekin ko'p odamlar bu qanaqa bo'lishini, ya'ni ideal hayot qanaqa bo'lishini bilishmaydi, ideal jamiyat qanaqa bo'lishini bilishmaydi deyilgan. Xo'p, savol so'rayapti. Savolda qanaqa
qaysi elementlar juda ham muhim ideal jamiyatga erishish uchun. Ikkinchi savolda esa odamlar shunaqa jamiyatga erishish uchun nima qila oladi? Hop, birinchi navbatda mana muhim faktorlarni so'rayapti. Ikkinchi navbatda odamlar o'zimiz, masalan, oddiy odamlar nima qila oladi? Shu taraflama savol so'rayapti. Bu mavzuni olganda juda ham odam inspired bo'lgan, ya'ni ideal hayot o'zi hamma uchun har xil. Shuning uchun ideyalarim, ya'ni bizlarning ideyalar har xil bo'lishi mumkin, lekin birgalikda ko'rib chiqamiz. Hop, introduction boyaga aytganimdek, juda ham simple lekin clear bo'lishi kerak. Hop. Historically, millions of people attempted to create an ideal society. Birinchi gapda, ya'ni generally aytib o'tyapman, qadim zamonlardan beri, masalan, juda ham ko'p odam, ya'ni ideal hayotga erishishga urinishgan deganman. However, little is known about what truly contributes to a perfect world. Lekin juda ham, ya'ni kam odam, ya'ni juda ham kam narsa ya'ni ma'lum, ya'ni shu qanaqa perfect societyga qanaqa erishishni juda ham kam informatsiya bor deyilgan gap. Keyin, among many factors, education and fairness are core elements which can be achieved by instilling interpersonal values in children from a young age. Ya'ni o'sha uchinchi gapimda men o'sha qanaqa important faktorlarni aytganman, qanaqa odamlar bu narsaga erishish mumkinini aytganman. Hop, aytayapman, among ko'plab faktorlar ichida o'qish, ya'ni ilm olish va adolatlilik bu juda ham birinchi elementlardan biri va bunga erishish uchun odamlar, ya'ni bolalarida kichkinaligidan yaxshi valuelarni o'rnatish kerak, shape qilish kerak deganman. Mana o'zimni masalan viewpointim mana shu gapda ketgan, tushuntiryapman, parafraza qilganman, shu bilan bodini boshlaganman. Body 1da birinchi faktor haqida gapiryapman. Kichkinagina topic sentence bilan boshlaganman, ya'ni butun paragraf nima haqida bo'lishi haqida aytib o'tganman. Hop, mana birinchisi o'qish haqida edi, ilm olish haqida edi. Keyin hop, education lays the foundation for any thriving society. Ya'ni birinchi gapda o'sha aytayapman topic sentence bilan, o'sha o'qish, ilm olish har bir, ya'ni gullab yashnaydigan jamiyat uchun eng muhim rol o'ynaydi degan gapni berganman. Lays the foundation juda ham foydali vocab, lexical resource uchun. Hop, by imparting knowledge, teachers cultivate future doctors, engineers and philosophers. Endi men o'sha ideyamni sekin tushuntirishni boshlayapman. Ya'ni o'qituvchilar ilm berish orqali ular kelajakdagi doktorlarni, injenerlarni, ya'ni faylasuflarni yetkazib chiqarishadi degan ma'noda gap aytganman. These professionals play a crucial role in developing and improving the overall quality of life for everyone. Hop, shu professionallar deb aynan doktorlarni, injenerlarni aytib o'tganman. Ular juda ham katta rol o'ynaydi bizning kelajagimiz uchun, bizning quality of life, ya'ni hayotimizning sifati, hayotimizning yaxshiligida juda ham katta rol o'ynaydi deb aytganman. Many advancements in human history were possible thanks to the in-depth knowledge acquisition. Ya'ni qadim zamonlardan beri juda ham ko'p zo'r, aytaylik, success storylar yoki nima deyilgan human history advancements, ya'ni rivojlanishlar asosan mana shu ilm olish orqali bo'lgan deganman. Ya'ni men tushuntiryapman. Nega ilm olish muhim? Chunki ular filosoferlarni, kelajakdagi odamlarni yetishtirib chiqarishadi. O'sha odamlar bizning hayotimizda katta rol o'ynaydi. Masalan, improve qilib beradi hayotimizni. Masalan, o'qituvchilar, zo'r o'qituvchilar tarbiyalansa, masalan, doktorlar tarbiyalansa, ular kelajakda biz uchun yaxshi hayot qilib beradi deb tushuntiryapman. Keyin o'sha example aytganman, example'imni ikkita gapda tushuntiryapman. Example sal, masalan, O'zbekistondan kelib chiqqan, o'zimizda masalan Amir Temur haqida. Take the Timurid Empire, which ruled a third of the known world, for instance. Ya'ni masalan Amir Temur deyapman, Timuridlar deyapman, avlodi. Ular deyarli mana shu butun
olamni judayam katta qismini egallab olishgan deyapman. Bitta gapda уже example deb olganmanda, ikkinchi gapda уже example'ni tushuntiryapman. Nega bu example? Chunki shu aynan nega bu mavzuga, bu ideyaga to'g'riligini ham tushuntiraman example'dan keyingi gapda. The longevity of the empire was mainly attributed to Emir Timur's authority and legacy, which he passed down through generations. This highlights how impactful education can be. Hop, bu gapda aytganman, the longevity of the empire degani bu shu empire'ni gullab yashnashini, buni davomiyligini muhim elementlaridan biri bu Amir Temur o'zini bilimini, masalan, qanaqa qilib davlatlarni boshqarishini, qanaqa qilib effektivni, masalan, o'tda boshqarish sirlarini o'zini avlodlariga, ya'ni pass down qilgan deb tushuntiryapman. Ya'ni buni pass down qilgandan keyin ulardan keyingi avlod ham, ya'ni shuni apply qilib, shuni ishlatib, ular ham shu empire'ni kuchli ushlab turishgan deb tushuntiryapman. Keyin oxirgi gapimda this highlights how impactful education can be deganman-da. Oxirgi tipi bodiyimni conclusionini qilib qo'yganman. Buni har doim qilish shart emas, lekin shu paytda men, ya'ni ko'rsatish uchun, shu ideyamni ko'rsatish uchun, aniqroq qilish uchun bu gap yozganman. Ya'ni bu gap nima deyapti? Bu shu example ko'rsatadiki, education, ya'ni ilm olish rostdan ham muhim deb tushuntirib qo'yaman. Ya'ni ko'rganinglardek bitta bodiyga kichkinaroq bo'lsa ham bitta ideyani beryapman. Xo'p, ikkinchi bodiyda o'sha ikkinchi elementni tushuntiryapman. Nega ikkita element beryapman? Chunki savolda aytgan the most important elements deb ko'plida bergani uchun ikkita element berishim kerak. Ikkinchisi, equally important is fairness. Men o'sha kichkinagina gapda ko'rganmasizlar, kichkinagina gapda ya'ni tushuntiryapmanki, adolat ham ya'ni ilm olish kabi juda ham katta rol o'ynaydi deb kichkina gapda aytib o'tganman. Topic sentence. In a world where everyone is treated equally, regardless of their gender, religious beliefs, cultures, and financial background, people are likely to feel more connected. O'sha keyingi gapimda o'sha sekin explain qilishni boshlayapman. Nima deyapman? Ya'ni shunaqa ideal hayot bo'lsinki, qaysinda masalan odamlar ularni genderiga qaramasdan, ularni religious belieflariga qaramasdan, kulturasiga qaramasdan, nationiga qaramasdan yoki financial backgroundiga qaramasdan hamma bir xil munosabatda bo'lsa bir-biriga, ya'ni masalan kambag'allarni, boylarni ajratishmasdan hamma bir xil bo'lsa deyapman. Odamlar o'zini bir-biriga more connected his qiladi deganman. Connected degani, ya'ni odamlarning bir-biriga bo'lgan munosabati, bir-biriga bo'lgan mehri oshadi degan ma'no kelib chiqadi. This sense of unity and community can foster close-knit ties, encourage openness among people, and enhance social cohesion. Hop, bu bir-biriga connected his qilishi nega muhim degan ma'noda o'sha keyingi gapimda tushuntiryapman. Nega muhim? Chunki bunaqa yaxshi close ties, ya'ni close connections sizga bemalol masalan tushuntirilgan bu yerda, ya'ni odamlar bir-birini har doim qo'llab-quvvatlaydi, ular har doim masalan qiyin paytlarida bir-biriga yordam beradi. Yordam bersa, bu o'sha odamlar bir-birini yaxshi, ya'ni nima deydi, yaxshi his qiladi. Ya'ni yaxshi his qilgan joyda, ya'ni odamlar bir-biriga har doim yaxshi bo'lsa, demak bu o'sha ideal world hisoblanadi deb tushuntirishga harakat qilganman. Hop, without a just system, nations may risk facing public backlash, increased corruption and dissatisfaction. Keyingi gapimda o'sha nega bu muhimligini ham aytganman. Ya'ni agar masalan fairness, adolat bo'lmasa nima bo'lishi mumkin? Ya'ni odamlar bir-biri bilan urushadi masalan, yoki korrupsiyaga olib keladi, yoki o'sha odamlar bir-biridan norozi bo'lishni boshlaydi va o'sha bu ham hayotda masalan quality of life ga ta'sir qiladi. Keyin oxirida bitta example beryapman. Bu example'ni men qayerdadir o'qigandim. Shu payt examda kelib qolgan. Masalan, eshitganim bo'yicha Roman Empire mana shu unjust system tufayli qulab tushgani haqida. Shuni ham aytib ketganman. Nega fairness muhim? Chunki даже fairness, ya'ni adolat bo'lmagan joyda butun bir
empire qulab tushishi mumkin degan ma'noda example beryapman. For example, the Roman Empire, which was once at its peak of evolution, collapsed due primarily to injustice. So bu yerda ham mana xuddi shu narsani aytdim, ya'ni injustice bo'lgani uchun bu shunaqa kuchli empire, ya'ni rivojlanib kelayotgan empire mana shu bitta dona injustice tufayli, ya'ni qulagan. Bu narsa tugagan degan ma'noda qanaqa qilib bu muhimligini ham oxirida ko'rsatib o'tganman. Hop, keyingi borida уже men ikkita elementni aytib bo'ldim. Endi men odamlar nima qilishi muhimligini ham aytib o'tishim kerak. Hop, bu topic sentence sal boshqacharoq, xuddi ekzamenda ham shunaqa boshlagandim. Ya'ni bunda nima deganman? Although bilan bergandim. Although achieving a perfect world may be impossible, there are several steps people can take to create a better place to live in. Ya'ni masalan to'g'ri, ideal hayotga erishish juda ham qiyin narsa, lekin masalan mana shunaqa solutionlar bor, odamlar qilishi, ya'ni sal hayotimizni o'zgartirsa bo'ladi degan ma'noda tushuntiryapman. Keyin o'sha birinchi ideyamni boshlaganman. Parents should be responsible for nurturing strong interpersonal values such as empathy, compassion and loyalty in their children from an early age. Ya'ni ota-onalar bolalariga kichkinaligidan ularga yaxshi valuelarni o'rgatish kerak. Masalan, yordam berish, sodiq bo'lish, har doim birovlarga masalan, ularni to'g'ri vaziyatda tushunib, ularga masalan, ularni fair treat qilishni ham o'rgatish kerak deganman. These traits usually ensure that the younger generation treats others fairly and helps one another in difficult times. So, bunaqa bolalarga o'rgatish nega muhim? Chunki ular kelajakda masalan kimdir qiyinchilik masalan experience qilayotganida ular yordam berishadi, ular bir-birini qo'llab-quvvatlaydi va shunaqa qilib har doim nima deydi, connected bo'lib turishadi degan ma'no kelib chiqadi. At the same time, schools and governments can also provide access to quality education for everyone and focus on morality. Уже bu yerda sal, ya'ni ota-onalardan chiqib, ya'ni maktablar ham education berish kerak, ya'ni chunki men ilm olish haqida ham aytib o'tgandim tepada va yaxshi moral values haqida ham aytgandim. Shuning uchun maktablarning ham roli katta deb buni tushuntirishga harakat qilaman. Faqat ota-ona emas, ya'ni maktablar ham katta rol o'ynay oladi. Masalan, ularga provide education qilish mumkin yoki ularni moralitysiga fokus qila oladi dedim. Keyin o'sha example beryapman, example berib, example tushuntiryapman. Examplega Japanni olganman. Nega Japan? Chunki o'zim ham aniq bilmadim. O'sha paytda Japanda rostdan shunaqami yo'qmi? Lekin Japan ya'ni rivojlangan davlat bo'lgani uchun shunaqa narsa Japandan kutsa bo'ladi deb o'ylaganim uchun, ya'ni слишком unrealistic eshitilmagani uchun Japanni example qilib olganman. Japan offers a compelling example. In this country, schools emphasize character development apart from offering education free of charge for youth. A practice that's likely to benefit society as a whole. So, bunda aytganman, masalan, Japan juda ham zo'r example bo'la oladi. Chunki bu davlatda maktablar, masalan, o'quvchini faqat bilim olishiga emas, ularni xarakterini, ularni yaxshi value, yaxshi traitlarni nurture qilishga yordam berishadi deganman. Masalan, yordam berish, masalan, kattalarga yordam berish, ularga joy bo'shatish, har doim bir-biriga masalan yaxshi munosabatda bo'lishi, ya'ni o'rgatishadi degan ma'noda bu yerda tushuntirib beryapman. Lekin oxirida aytib o'tganman, что bu narsa, ya'ni this practice is likely to benefit society as a whole. Ya'ni bu narsa jamiyatni, o'sha Japanning jamiyatini juda ham benefit, ya'ni katta rezultatlarga olib bora oladi. Shuning uchun u davlat juda ham kuchli moral valuelari bor. To'g'ri, ideal bo'lmasligi mumkin, lekin bu ideal hayotga, ya'ni birinchi, ya'ni bosqich bo'lishi mumkin degan ma'noda tushuntiryapman. Oxirida conclusionda
qisqacha общий bo'lib esseda nima aytganinglar haqida aytib o'tasizlar, ya'ni summarize qilib, conclusion masalan o'zimizda ham o'zbek tilida bor, hissadan hissa shuki deb boshlab ketamiz-ku. Xuddi shunaqa. Bu yerda ham man in conclusion an ideal world is mainly attainable through education and a just system. Ya'ni birinchi gap kichkina qilib aytib o'tganman, ya'ni ideal hayot ko'pincha ilm olish bilan adolat bilan erishsa bo'ladi. To achieve this long-held goal, ya'ni shu yillar davomida orzu qilingan maqsadga erishish uchun odamlar should focus on teaching their children and cultivating valuable skills, while institutions and authorities can reinforce this practice by providing quality education, paving the way for a successful future. Bunga erishish uchun odamlar bolalarda yana yaxshi skilllarni nurture qilish kerak. Maktablar bo'lsa bu narsani yana ham kuchli qilib, ular ham quality education berib, hamma narsani birga amalga oshirsa bo'ladi deb kichkinagina qilib hamma o'zimni fikrimni berib o'tganman. Shunaqa qilib essay yozganman, ya'ni ko'rganinglardek juda ham qiyin, kompleks AI qilib yozilmagan. Xuddi shu essay bilan ham normalni baho olsa bo'ladi. Bugungi darsimizda task 2 qanaqa yozish haqida ko'rib chiqdik. Ya'ni ko'rib turganinglardek juda ham qiyin narsa, ya'ni AI bo'lib yozish shart emas. Ya'ni o'zingiznikini ham yana rivojlantirmoqchi, o'zgartirmoqchi, yaxshilamoqchi bo'lsangiz, task 2 ko'proq essay o'qing, uni prosta analiz qilmasdan, xuddi men hozir ko'rsatib berganimdek uni example'larini yaxshilab o'qib chiqib, lug'atlarini yodlab chiqsangiz ham bu katta yordam bo'ladi. Ya'ni har doim ham artikl yoki ChatGPT emas, yaxshi yozilgan essaylarni olib analiz qilsangiz ham juda ham katta yordam beradi. Bugungi darsimizda foydali bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni maslahatlarni o'zingizlar uchun ishlatib, uni to'g'ri yo'lda foydalanib, Xudo xohlasa sizlar ham shu narsalarni qilsanglar, balandroq ball bemalol ola olasizlar.